Qadrdonlar 2019 Xovalarning narxi 45 ming atrofida bo'lyapti. Agar 2019 Mash Kamazimizni olsangiz, o'sha pulingizga yoniga bitta yangi Gentra qo'shib olish imkoniyati bo'ladi, chunki buni narxi 35 mingning pastida. Demak, qadrdonlar qilich bo'lib turgan ideal sostanedagi 65-20 Kamazimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Atigi 26 ming probekt ekan. Aka, rostdan ham 26 mingmikin bu? Endi men to'g'risi yangilikdan olmaganman. Qo'ldan olgansiz. Firmadan olganman dedingiz. Lekin ishlaydi, speedometrlar ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Tabloda 26 ming turibdi. Kabinalari radnoy holatda, faqat orqa bortini asfalt qildingiz. Shunday. Qolgan hamma yo'q radnoy holatda turibdi. Qadrdonlar, bu o'zini dizel motoriga metan uстановка qilingan. Ponni gaz sohasidagi shlang bormi, kabeli bormi, babina bormi, hammasini yangi qo'yib qo'yishgan. Svichani ham yangilashgan. Yangi hammasi. Avtorasxod qilmaydi aka? Yo'q. Umuman. Yo'q. Tekshirdingiz o'zingiz. Tekshirdim. Xudo xolasa. Ballonlari umumiy 80% atrofida hammasi kelib tekshirib olasizlar. 4 ta chap tomonga, 4 ta o'ng tomonga, ya'ni 8 ta 100 talik gaz ballon bilan jihozlangan. Lekin aytib o'tganimizdek 45 ming dollarga Hova olgandan o'sha pulga bitta Gentra bilan shu mashina kelar ekan akalar. Bitta o'ylab ko'rasizlar. Hozir bu ham 18 kuba, 22 kuba ham olaveradi, Hova ham xuddi shunaqa. To'g'rimi aka? Shunday. Nima dedingiz? Bizning fikrimiz bu. Yana o'zlaring bilasizlar. Ana motor korobkalarida, moslarda hech qanaqa rasxod yo'q akalar. Texnika haqiqatan ideal. Radnoy holatda turibdi, aytib o'tganimizdek kabinalari ham. Orqa botlarni ko'rsatib qo'yib. Ortiqcha urinmagan. Orqa mosiga krishina tushadi bilasizlar. Mosni baqa olib turishib, ichidan ham svarka qilishib, ustilik qilishib, 1 yil bo'ldi dedingiz aka, nega boy chiqarmaydi? Umuman boy chiqarmadimi? Yo'q. Qoyil mana shunaqa qilib qilsalaring bo'lar ekan. Agar maslahatam zarur bo'lsa, egalar nomerini qo'yib qo'yaman, pastga aloqaga chiqsalaring, orqa mosni qanaqa qilib yamashdi, maslahatini berishaveradi akalarimiz. Umuman bir to'g'ri yo'q chiqarmaydigan bo'lib qopti, veshni bo'lib qopti. Bortlar ko'ylab tekizligini. Kraskani ham podbor qilib qo'yibsizlar, ha? Zavod bo'lib qopti. Shunday. Qoyil aka. Mashalloh, oldini ko'ringlar mana. Sveji turibdi. Yangi mashina 2019 bo'lgan bilan ortiqcha ishlamagan-da bular. Tem bo'lib Kamaz legenda bilasizlar. Faqat mana bu nasosni o'rnini bor ekan mana. Nasosni qattiqroq yopishganda bo'lganmi endi. Lekin trishina ham yo'q. Pechkalari ham sveji turibdi ko'ringlar. Zavod holatida mana interkollarlari ham. Faqatgina bitta kondisioner qo'yish olsa bo'ldi ekan, aka. Voy. Aka, bu ideya kimdan chiqdi? Juda chiroyli yarashdi. Qoyil. Bilmaganlarga life hack mana. Ko'ringlar, sariq svet ham juda chiroyli yarashar ekan. Mashalloh. Euro 4 bilasizlar, plasmassa tarpeda. Tablosini ko'ringlar, mana 26216 turibdi. Endi akamiz olganda ham shunaqa edi ekan. Bitta bosingchi. Qo'yile. Juda piqa ishlayapti-yu. Bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringiz ideal sostanedagi texnikamiz. Narxini 35 ming qo'yib bering deyishdi. 34 mingga talashlik rosa kelganim ham mana 1 soat bo'ldi. Talashib savdosini qilib 33 ming dollarga tushirib qo'ydim. Xudo xolasa aka, narx pul bersa o'tib berasiz o'rnimdan ham aka, maylimi? Bo'ldi. O'tib berasiz chiroyli qilib. Ataylar mana vodiydan keldim. Bu texnikamiz Sirdaryo viloyati Guliston shahrida turibdi. Pastga kelgan nomerni qoldirib qo'ydim. Xotirjam aloqaga chiqib savdosini qilishingiz mumkin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa barcha turdagi texnikalardan xabardor bo'lib turasizlar. Savdolaringizni yaxshi kunlarda ko'rishinglar qadrdonlar.